Bilasizmi, Javosh, bir kun ko'zimni ochsam, o'g'ilcham uyni u yoqdan bu yoqqa yugurib yuribdi. Bog'cha ketish kerak, papkachasiga hamma narsani solyapti. Penal, ruchka, kitob, daftar, даже meni sportivniy rezinamni ham solyapti. Onasi aytayapti: "Bacham, buncha narsani olma, ko'tarib bilmaysan." Baribir bochada quloq solmayapti. Oxiri oqibat ko'taradigan vaqti keldi. Qarab o'tiribman, ko'tarib bilmayapti, yig'layapti, sudrayapti. Bu narsadan hikmat oldim men. Inson ko'tarib bilmaydigan narsalarni yelkasiga yuklamaslik kerak. Chunki ketar chog' bor. Inson baribir o'ladi, ketadi. O'sha vaqt javobgarlik bor. Hamma narsaga javob beradi inson. Bu dunyoda pul topaman deb, boshqa narsa topaman deb, obro'y topaman deb kerak emas narsalarni harom-harishni yig'ib, oxirida javob bera olmaslik eng yomoni. O'sha uchun men Allohdan faqat so'raydiganim meni ko'tarib bilmaydigan mansab, bo'ylik, shuhratdan, даже qashshoqlik bilan sinamasin. Men bitta narsani o'ylab qoldim. Men ketar vaqtim o'g'limga o'xshab ko'tarib bilmasdan yig'lab, sharmanda bo'lishdan qo'rqaman.